Xayrli kun qizlar. Qanaysizlar? Sog' salomatmisizlar? Kunlaringiz xayrli va barakatli bo'lsin. Sizlarga men bugun begonya gullardan oldim. Bu raspakovka desa ham bo'ladi. Ana. Juda ham chiroyli sochli turibdi. Endi buni sog' salomat adaptatsiya jarayonlarini o'tkazsak, mana buni sarig'i. Qizlar yozinglar qani, buni tashqariga oftobga qo'ysam bo'ladimi yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Tashqariga qo'ysam bo'ladimi? Bu begoniyalar juda ham chiroyli bo'lib ochilib turibdi. Shunaqangi havasim ketdi. O'zi shunaqa xohlavdim. Xudoyim mehribonda shunaqa begoniyalarim bo'lishini. Ana. Hammadan ham mana buni qaranglar. Qanaqa esimdan ham chiqib ketdi buni oti nimayam degan. Bariga bular yana bu gullagan deb o'ylamanglar. Bu bargchalari shunaqa. Chiroyli quriganchalari ham bor ekan, arasiga bunga qarang. Qaramaganmi? Barchasi to'kilibdi. Juda ham chiroyli bu ham. Ikkita oldim bundan. Bunaqa chiroyli qilib podagolnikka bunaqa qilib qo'ysam sochda qiladi dedim. Qizlar nima deb o'ylaysizlar? Hozir ko'rsataman. Ana. Juda ham chiroyli. Bu bolgarskim. Bolgarskim ham chiroyli bo'lib o'sibdi. Ikkita baklashkaga bolgarskiy qo'ygandim. Bular oddiy gullar. Bunisiga gulam yo'qmi deyman. Mana bu ham gulmikin bu. Bilmadim. Nima ekishim kerak bunga. Bunga ham ikkita tuvagim bo'sh. Endi sizlarga ko'rsataman yana. Nima ko'rsataman? Bulardan ko'zim uzolmayman qizlar. Bu nima? Metal gartenziya. Shunaqa chiroyli bo'ldi. Shu olmaganmikan? Chiroyli bo'lib turibdi bu ham. Bu kalanxoya. Nima? Chirinkachalarim sindirib tashqariga qo'ydim. Qushlar barglarini yeb ketdi. Shuni barglari ham qushlarga kerak bo'ldi. Yana keyin nima? Bunaqa qilib oldidan ko'karib chiroyli bo'ldi bu ham. Bunisi ham xuddi shunaqa. Sariq kalanxoya. Yana sizlarga nima ko'rsatmoqchiman? Sizlarga 25-may yoki 24-may kuni qilingan chirinkalarimni ham ko'rsatib o'taman. Ana shuna oddiy salafanga solib, salafanga solib qo'ydim. Ustidan o'rab qo'ydim naborchaga. Hozir buni ochamiz. 25 bo'lsa, 25 yoki 24. Bugun 13-iyun. O'shanga necha kun bo'lgan bo'ladi? Shu 20 kunlar bo'libdi-da. 20 kunlar bo'lgan. Ana go'zallik sizlarga. Ana sveji barglar. Kimga kerak chirinka? Nima? Mahroviy. Gibiskus deydi-ku, kitayskiy roza. Xalqona tilimizda kitayskiy roza. Bularga suv solisham shart emasda, o'z barglari yaltillab turadi. Sizlarga to'g'ri ko'rinibdimi yo'qmi? Men qarang, smetanoslari ham turibdi holi. Chiroyli bo'lgan. Shunaqangi chiroyli gullaganmi? Bular bilmadim. Gullamoqchi demoqchiman. Butonchalar bunqa hammasi shunaqa bo'lgan. Buni birdan ochib qo'ymaymiz. Endi suv sevsak ham bo'ladi. Birdan ochmaymiz. Buni hozir ochib ko'raman. Yana 2-3 minutlardan keyin yopaman buni.
birdan ochib qo'ysam, hozir shu holatda ana ko'kardi shunim deb shunday ochsam, bu qurib qoladi. Nima? Parnikka o'rgangan-ku. Birdan ochib bo'lmaydi, shunga qurib qoladi. Shu uchun qaytib yopib qo'yamiz buni. Qaytib yopamiz. Bo'ladi. Ertayam ana bu yerdan teshib qo'yganman. Havo almashishi uchun. Ozgina shunaqa havo kirib turishi uchun, o'rganishi uchun shu havoga. Shunaqa bu tarafga ham bor gullarim. Bu yoqqa oddiy gullar bilan nastursiy gullar tuvakka ekkanman bularni. Oddiy nastursiy gullarim bular. Bunisi ham bargini qarang, bargi bilan ajoyib. Ana gullasi ham ko'rsataman sizlarga. O'zi bargini o'zi bir olam ekan buni. Ana qarang. Bu kalanxoy ham. Kalanxoy chirinka bu ham. Ana gullamoqchi bo'lib buton qilib turibdi. Ana. Butonlari. Bu buton qilmabdi bittasi. Qolgan hammasi buton qilgan. Lishnilarni kesib tashlasam buton qiladi ular ham. Judayam chiroyli bo'lib turibdi. Tagan suv qolmabdi. Shunaqa kalanxoyalarim bor. Ana bu yerga kesib olganim. Bular ham mana gullamoqchi bo'lib turibdi. Bularni ham kesib tashlagan edim. Tagiga ozgina shunday chimilab tiqib qo'ygan joyim shuncha bo'libdi. Kalanxoyacha. Shunaqa gaplar azizlar. Sog' salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Bu esa bizning atrofimiz. Stadion. Детская площадка. Archalar judayam ko'p. Shunaqa kuzatishda davom etinglar. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Sog' salomat bo'linglar.